Assalomu alaykum barchaga. Farg'ona Politexnika universitetidamiz. Anchadan men video qo'ya olmayotgandik kanalimizga. Biz shu yerda obyektda ishlamiz. Yotoqxonani oshxonalarga havo tortadigan zontik dimoxod o'rnatgan edik. 4 etajli bunaqadan 5 ta jami 20 ta zontik o'rnatgandik. Hozir qolganlarni ham ko'rsatamiz shu o'rnatilgan holatlarni. O'sha yoqqacha общий 5 ta bino har bittasiga oshxonasiga o'rnatilgan. Bu 3-chi etajimiz. Zontigimizning uzunligi 3 metr, eniga 1 metr. Bu yoqda shaxta bor ekan, shaxtaning ichiga kirib ketgan. Dayorda shunday bo'lgan xolos, shaxtaning ichiga tiqib berishib kerak bo'lgan xolos. Bu oldingi eskisi shaxtani. Bu yoqdagi powertni ko'p bo'lgani uchun yaxshi tortmagan ekan. Holat ham eskirib ketgan ekan, o'shanga yangilandi bular. 4 ta gaz plitaning tepasiga tushdi. Общий hamma etajda hammasi deyarli bir xil razmerda. Razmeri bir xil. O'rnash holati sal ozgina farq qilishi mumkin. Aksari hammasi bir xil. Bo'yini past qilingan zontikda, sababi endi joy baland holatga to'g'ri kelmaydi. Shundan yerdan 1.75 balandlikka o'rnagan. 1.75, 1.80 har xil holatda o'rnatildi endi, joyda holatiga qarab turib. Bu ichki holati mana. Mana shunday holatda qilingan. U yog'iga ventilyator qo'yilsa qo'yiladi, bo'lmasa endi o'zlari qo'yib olishadi. Biz qo'yib beramiz deyshodi, qo'yib beramiz deganimizda unsa ko'nishmadi. Mana shunday holatda bitirib beringlar deyishdi. Tunikamizda qalinligi 0.45, Toshkentnikidan tayinlangan, Toshkent tunikasidan. Hozir 4-chi etajga chiqib kelamiz. Shaxtani o'rnini o'zlari yopishadi, remote qilib. Endi biz shuni ichiga tiqib qo'yishga gaplashganmiz xolos. Bu holati. Mana. Yo'q, shart emas. O'zimizga. Yo'q. Har bittasiga aylanib chiqqani vaqt bo'lmaydi. Shuning uchun bitta etajda o'zini ko'rsatib qo'ya olyapmiz. Hammasi deyarli bir xil, mana shu stilda o'rnagan. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bitta mana shu 1-chi binodagi 4 ta etajdagi mana shu holatda o'rnagan. Qolgani hammasi bir xil ratda o'rnagan. O'tgan safargilarga narxi binolarga shaxtasi bu tomonda bo'lgan, va tepada burchakda bo'lgan. Buniki birinchi binoniki bu tomonda ekan.
o'zi turba tushgan ekan tepadan havolantirma. Общий hammasiniki bitta haligi liniyada ekan. Endi bunikini o'sha liniyani ichiga tiqib berganmiz. Burib. Gaz plita yo'q bu yoqqa siljiydi, reysi yo'q. Endi hozir videoda endi biz hali ishimiz tugat, ozgina ishimiz qoldi-yu, nima desa bo'ladi. Bu yoqni jaylangan yo'q gaz plitalari.